Nimaga olmayman? Yarmigacha sen ko'tarib bor. Og'ir-ku. Yarmigacha men ko'tarib boraman. Shu chestna-ku. Yo'q. Nimaga? Men ayol kishiman-ku. O'shaning uchun yarmigacha ko'tarasan. Men qolgan yarmiga. Kim bo'lib bolani olib ketolmayman men. Sen kalaska yaxshi hayday olmaysan, Robiya, pravang yo'q kim bo'lib. Tamam, borman. Endi shu yerda urishib turamizmi? O'zingiz og'ir ekan. Men qadaq uygacha boraman. Buni kim haydaydi sen Men olsan? haydayman, men. 5 litrlik yo'q ekan, 10 litrlik ol. 10 litrmi bu? Men 5 litr deb o'ylayapman-ku. Avval yarmigacha. Voy belle, mashinik. Qishlog'imizda aylanib ketyapmiz. Robiyaxon chetda, krasniy sapchika. Bitta muhim narsa bor-da, men uchun muhim bo'lgan. Ko'pchilik shu nimagadir qishloqda turgisi kelmaydi. Endi biz qishloq deganda jaj qishloqda emasmiz, u Sergeli bizaga, Sergeli mana shaharga chiqib ketish yaqin. Lekin menga qishloq yoqadi. Bu yerda Robiyaga aytib bersam hayron qoladi. Kirmagan uyim yo'q-da bu yerda. Men hamma mashta nechta uy bo'lsa, hammasiga kirganman, hammasini taniyman, hamma meni taniydi. To есть bitta katta oilaga o'xshagan joy. Shahar esa bu, не знаю, menga yoqmaydi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga qayer yoqadi? Ko'proq qishloqda yashaganmi yoki shaharda yashaganmi? Endi qishloqning qishlog'i bor, shaharning shahari ham bor-da.